Namangan Mingbuloq Rizobayev ishtahozi lichinkalarda ov boshlandi. Hop, sazan, amur, pyostra и oq baliqlarning hammasi narxlari chiqdi. So'rab ko'ramiz, qanchadan olishyapti, qanchadan olishmayapti, qaysi viloyatlardan kelishgan. To'g'ri, qayerga ketyapsiz siz? Assalom. Qayerga? Sarsonga. Nima olyapsiz? Sazan. Qanchadan tushdi hozir? Shopir. Kimga olyapsiz? O'zingizga olasizmi? Ha? Assalomu alaykum. 1 minut vaqtingiz olsam bo'ladi? 30 sekund. Qayerga ketyapsiz aka? Baliq olyapsiz. Lichinka. Sarsonga. Sarsonga. Qaysi viloyatda? Şeyda demeyin, Jamashidda. Jamshid. Qanchadan oldingiz? Qancha olyapsiz? 50 mingdan, 3,5 ming. Sazan, 3,5 mingta. Kirasi. Bo'ldi. Qani anu akalar, narx chiqargan akalar, qani? Assalomu alaykum. Siz bilan so'rasak. Siz ham baliq olyapsizmi? Baliq olyapmiz. Qayerga olyapsiz aka? Sirdaryoga. Sirdaryoga. Qanchadan, nima, qaysi baliq olyapsiz? Sazan baliq olyapmiz. Sazan baliq qancha dona? 27 kilo 900. Donasini bilmadik, 5 tonna olyapmiz. Ha, siz hisob kitobdasiz chalg'itmayman aka. Bo'ldi bu sizni. Assalomu alaykum. Siz bilan ham intervyu olsak, baliq narxini chiqardingiz. Ha? Gaplashdik-ku deyman-da. Yo'q, men YouTube'ga gaplashmadik-ku hali. Qaysi viloyatdan keldingiz? Toshkent viloyati. Qancha baliq olyapsiz hozir? Sazanmi? Sazan hammasi umumiy. Hozir biz sazan olyapmiz faqat. Hozir faqat sazan olyapsiz. Narxi qanaqa aka? Qaysi ma'noda? Narxi umumiy hozir 50 mingdan chiqdi. Biz 50 ming so'mdan chiqdi. 150 dan. Ha, 150 gram plusdi. Toshkentga narxi, boshqa joyda narxi. Yoki E'tiboshi bilan biladimi? Yo'q, mana bozorda narxidan ko'ra qanaqa bayda holati qanaqa lichinkani demoqchiman. Holati yaxshi baliqda. Aha. Holati yaxshi. Narx-navo masalasiga keladigan bo'lsak, o'rta hol yaxshi ahvol. Menda hamma narsa sifatiga qarab bo'ladi-da. Shunaqa. O'shaning uchun Doimiy birga ishlaysizlarmi? ha, har doim. Ha, rahmat, ishinglar omad aka. Sog' bo'linglar. Birinchi Isuzu to'ldi, ketyapti. Nechta tonna ketdi mashina o'ziga? Ha? 1 tonna qaysi viloyatga ketdi, Shuhrat aka? Men bilmayman, Toshkentga ketishi kerak. Toshkentga ketyapti, bu ham. Toshkent yo Sirdaryoga. Qirib turibdi-ku. Shopirlar bular. Ha, bo'ldi. Ana birinchi fura chiqib ketyapti. Birinchi vagon nima, yuk chiqib ketyapti Isuzu. 1 tonna sazan. Hali yana ko'llarimiz bor. Bu yoqqa yurgin. Hali yana bor. Bitta o'sha beda bitta, ikkita, uchta, yana bir jami 6 ta yo yana 6 ta shunaqa ko'l bor. Xudo xolis joyda o'zida. Bugun 15-aprel boshlandi. Xudo xolis kelaverasizlar, aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu nomerlarga postoyanno turibdi, mana shu nomer. Qayroqcha o'ldansizlar? Zakazga gaplashasizlarmi? Ko'lda yo gektarga gaplashasizlarmi? Kuniga, kunlik. Qanchaligini aytsa bo'ladimi? 400 mingdan har bir kishiga. O'g'lab beraverasizlar, vodiy bo'ylab farqi yo'qmi? Bo'ldi. Nomeringizni video qo'yaman, tagiga yozib qo'ying. Bo'lmasa aytib keting. Ha. Ha. 95 050 48 14. Mingbuloq Qayroqcha yo'ldan. Siz ham oddiy shopir. Oddiy shopirlikka olib sotaman. Yo'q, Oddiy shopirman. Oddiy shopir. Oddiy shopirga o'xshamayapsiz. Yo'q, oddiy shopir. Sakta qilyapsiz. Yaxshi. Yo'q, ham oddiy shopir. Odam kilometrga odam ko'rganmisiz? Kilometrga odamni. Striyazga qo'yib ko'ring, kilometrga odam. Olmaz jiyanim, olaman. Yo'q, olmaz. Shunaqa jiyanim oddiy shopir. Qayerdan kelgansiz? Şeyden böyledi. Tamam. Şeydan bu yerdan Farg'onadan ekansizmi? Böyledi maneda-ku. Endi yaqin aytyapman. Hayda. Siz ham Qo'qon. Qo'qondamiz, hamma. Qo'qondan aka. Gapirib qo'ying, nima bo'lyapti? Holat qanday bo'lyapti? Holat juda a'lo darajada zo'r. Ha, Kutganimizdek. Hammasi xolos, ha.
kelaverasizlar. Namangan Mingbuloq. Ertaga ham olib bo'ladimi yo bugun tugaydimi aka? Yo'q, 3 kunda tugatamiz, xudo xolasa orqasidan nariga ko'llar. Xudo xolasa 25 kun, 1 oy ov qilamiz. 6 ta ko'limiz bor, lichinka. 6 ta ko'l. Istalgan razmerda hamma baliqdan bor, kelishaveradi. Namangan Mingbuloq, Namangan Mingbuloq, Ukraina qishlog'i 3-bo'lim. xudo xolasa. Ov jarayonimizdan Lavhalar. Dilboq qo'yish hech kim oyni qo'ygan. Qirq kelar, 3 to'rt qo'ygan. Bo'p keldi. Hozir.